Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Bugungi mavzuyimiz psixologiyaning dastlabki asrlarda rivojlanishi, qadimgi Misrda psixologik bilimlarning rivojlanishi va qadimgi Hindistonda psixologik bilimlarning shakllanishi haqida so'z boradi. Umuman olganda, psixologik bilimlarning dastlabki yillarda yoki asrlarda rivojlanishi, qadimgi Misr haqida gap boradigan bo'lsa, miya va yurak idrokning markazlaridir degan qarash mavjud bo'lgan qadimgi Misrda. Miyaning asosiy roli o'sha qadimgi misrliklar miyani muhim, ammo to'liq tushunilmagan a'zo deb hisoblashadi. Misol uchun, Edvin Smitning papirusida miyaning bir tomondan shikastlanishi tananing qarama-qarshi tomondan falajlik bilan bog'liqligini qayd etgan. Bu neyropsixologiyaning eng dastlabki yozma hujjati hisoblanadi. Bu nima degani? Bu degani, qadimgi Misrda, demak, insonning bosh miyasi o'rganila boshlangan va insondagi ma'lum bir o'zgarishlar, ruhiy o'zgarishlar inson miyasi bilan yoki rivojlanishi yoki shakllanishi yoki ishlash prinsiplari orqali tushuntirilgan. Yurakning borasidagi qarashlarni qaraydigan bo'lsak, asosiy e'tibor yurakka qaratilgan edi. U nafaqat qon aylanishi uchun, balki insonning o'ylashi, his qilishi, uning xulq-atvori, hatto axloqining markazi deb hisoblangan va umuman olganda yurak vazni insonning taqdiri bilan bog'liq deb qaralgan. Va qadimgi Misrda albatta ruh haqida gap boradigan bo'lsa, ruh ko'p qirrali tushuncha hisoblangan. Misrliklar ruhni bir necha qismlarga ajratgan. Bu qismlar Ka, Ba va Ah deb nomlangan. Ka degan qismda ruhda bunda har bir insonning ruhiy egzagi yoki hayotiy kuchi mavjud degan qarash mavjud bo'lgan. Ba degan atamada esa asosan shaxsiy ruh, odatda qushning boshi shaklida tasvirlangan va o'lgan kishining xarakteri va shaxsiyati aynan ba'da bo'ladi degan qarashlar mavjud bo'lgan. Esa o'limdan keyingi ruh yoki ilohiy nurni ifodalovchi ma'buda sifatida tasvirlangan. Bu nimadan dalolat beradi? Umuman misrliklar ruhni bir qancha qismlarga bo'lishgan. Ya'ni ruhning aqli va ongi bo'lishi, o'limdan keyingi ruhning qismlari va ruh qanday mavjud bo'ladi va qachon yo'q bo'ladi degan qarashlar ularning asosiy masalasi hisoblangan. Bu tushunchalar ularning ruhiyatni murakkab va ko'p qirrali hodisa sifatida idrok etishlarini ko'rsatadi. Qadimgi Hindistonni qaraydigan bo'lsak, hindlar asosan ongni bir qancha qismlarga bo'lyapti. Buni Antahkarana deb nomlaydi. Bu Vedanta falsafasida asosan inson ongi Antahkaranani 4 ta asosiy funksional qismga ajratishadi. Bu Manas, Buddhi, Chitta va Akankara deb nomlanadi, Ahankara deb nomlanadi. Manas, ya'ni bu sezgi va fikrlash organi deb qaraladi. Tashqi dunyodan kelgan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun javob beradi. Buddhi esa aql, donishmandlik, qaror qabul qilish va haqiqatni yolg'ondan ajrata olish qobiliyatini Buddhi deb nomlashadi. Chitta, ya'ni xotira va ongsizlik ombori, barcha o'tgan tajribalar shu yerda saqlanadi degan qarashlar mavjud bo'lgan. Ahankara esa ego yoki o'zlik hissi, insonning men degan tuyg'uni shakllantirishi yoki o'zi haqidagi fikrlari asosan ahankarada mujassam bo'ladi. Buni boshqacha qilib aytganda, Zigmund Freydning o'sha psixoanalizida id, ego, super ego modeliga o'xshatish mumkin. Inson psixikasining murakkabligini tushuntirishga harakat qilishgan albatta hindlar va ushbu qarashlari bilan keyingi yangi davr psixologiyasi bilan bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi o'sha ongsizlik, intizom va reinkarnatsiya haqidagi qarashlar. Hind olimlari ongsizlikni chuqur o'rganishadi va sanskara degan tushuncha bor. Sanskaraga ko'ra ongsizlikdagi intizomlar deb nomlanadi bu va vasana, ya'ni vasana degani ongsizlikdagi istaklar va mayillar
hisoblanadi. Bu tushunchalar insonning hozirgi xulq-atvoriga va hatto keyingi tug'ilishiga, ya'ni reinkarnatsiyaga ta'sir qiladi degan g'oya ilgari surilgan. Ammo reinkarnatsiya hindlar falsafasida inson o'limidan keyin yana qaytadan tug'iladi degan qarash mavjud bo'lgan. Bu ham o'sha qayta tug'ilish, bu reinkarnatsiya deb nomlanadi. Qayta tug'ilgan inson avvalgi hayotidagi bilimlari, o'sha psixik olami keyingi hayotida ham takrorlanadi va ushbu tajriba bilan o'tadi degan qarashlar ham mavjud bo'lgan. Keyingisi ichki o'z-o'zini kuzatish usullari Hindistonda o'sha psixologik bilimlarda bu juda ham katta ahamiyatga ega. Yoga va meditatsiya orqali tushuntiriladi va umuman olganda Hindiston psixologiyasining eng muhim hissasi bu meditatsiya va yoga hisoblanadi. Bu usullar orqali hind donishmandlari ong, ya'ni fikrlar oqimini, his-tuyg'ular va idrokni boshqarish, shuningdek ongning chuqur qatlamlarini o'rganishga harakat qilishgan. Bu introspektiv psixologiyaning eng qadimgi shakli hisoblanadi. Demak, bu yerda yana introspektiv degan so'z qaytarilmoqda, ya'ni o'z-o'zini kuzatishning ma'lum bir yo'nalishi yoki ilk qadamlari hind psixologiyasida ko'zga tashlanadi. Ularning maqsadi kasallikni davolash emas, balki ruhiy ozodlik, ya'ni bu narsani hindlar moksha yoki nirvana deb nomlashadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qadimgi Misr va Hindiston psixologik tafakkurining ikki xil turi mavjud ekan. O'sha Misrda bizga tashqi kuzatuv va tibbiy bilimning ahamiyati haqida so'z boradigan bo'lsa, Hindistonda esa ichki o'z-o'zini kuzatish, falsafa fikrlarining qadrini o'rgatadi. Umuman Misrni qaraydigan bo'lsak, bu yerda bosh miya ko'proq o'rganilgan, ruh ma'lum bir qismlarga bo'lingan. Hindistonda esa demak ong ma'lum bir qismlarga bo'linib, insonning ichki olamiga ko'proq diqqat qaratiladi va o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zi bilan demak suhbat aynan o'sha hind psixologiyasida demak chuqurroq o'rganilganligi ko'zga tashlanadi. Qadrli talabalar, shu bilan bugungi mavzuyimiz qisqacha shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.